Xullas, arizangni yoz desa, qo'lingdan kelsa ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qil. Ya'ni masalan qarang, bularning vaziyatida diplom to'g'ri kelmayaptimi? Bor bizda shunaqa modda malakasi yetarli bo'lmaganligi uchun mehnat shartnomasini bekor qilish. Uni asoslovchi hujjatlari bo'lishi kerak. Shunaqa qilish eplasa, ya'ni o'sha malakasi yetarli bo'lmaganligini, shunaqa bo'lsa agar nimaga shu kungacha ishlatib kelganligini, hozir nima bilan isbotlaydi, asoslaydi bu holatni hammasini hujjatlarini yig'ib, profsoyuz bilan buni xullas hammasini yig'ib, marhamat bo'shatsin. Lekin arizani yozishingiz bu xodimning tashabbusi bilan bo'lib qoladi. Iliji kelishuv bitimiga qo'l qo'yish, ya'ni xodim va ish beruvchi va xodimning kelishuvi 157 ni qo'ymoqchi bo'lsa, unda o'zi bo'ldi, asporiz qila olmaysiz, kelishib qo'ygansiz. Shuning uchun o'zinglarni ham, asabiylarni ham buzmanglar-da. Mayli, diplom to'g'ri kelmaydimi? Marhamat, moddasini qo'yib bo'shating deb aytinglar.